bozordanmi, qayerdan quyon olganlarni maslahatim. Hamisha quyonni mana sifatiga qaranglar. Sifat muhim bo'lishi. Narxidan ham sifat muhim. Quyon mana maşallah. Ziver bo'lishi kerak, so'q-po'soq. Ko'z saqlab turish kerak. Quloqda yara bo'lmasligi kerak. Mana yaxshi. Endi qo'yni olishda bozordanmi? Mana bu orqa qismi, son qismi. Tushunasizlar, men tushunganlaringizda mana. Subay bo'lib ketmasligi kerak. Men tushunganlaringizda quyonni agar orqasi to'g'ri deyapti. Subay bo'lsa, orqasi subay bo'lsa, u quyon ariq, qanday kasali bor u quyonda. O'sha narsalar semirmagan, ichida kasali bor. Balki isitmasi bor deb bilmaysizlar. U quyon rivojlanishiga qiyin bo'ladi. O'lishi ko'proq bo'ladi. Agar qiz bo'lsa, katta bo'lsa, qo'shirib bersalar, ertaga qo'shib, u tug'adi, o'lib qolishi mumkin. Quvvat yetmagan hisobiga. Shuning uchun sal qimmatroq bo'lsa ham quyonni sifatli, sog'lom, ko'z saqlab turgan olishni tavsiya qilamiz. Mana. Mana, bu ham 2,5 oylik. Besi 200 plus samka, hikyo, toza hikyo. Biz fotoğrafımız ham zarur bo'lsa, ehtiyot. Tavsiyamiz shu. Hamisha hamma narsa hayvonni, hamma narsani o'sha yaxshi deydi. Bitta ko'z bilan qarasizlar bilasizlar. Shunchayib turgan, bitta turib olgan yoki ichib ketgan, taylari ho'l, sarg'ayib ketgan, oyoqlari timnoq o'sib ketgan, tishlari o'sib ketgan quyonlar tavsiya qilinmaydi va ariqlar tavsiya qilinmaydi. Quyonni boqaman deganga jabbi qilsam bo'lmaydi, u bola berish qiyin, yog' bosgan bo'ladi. Ariq ham bo'lmaydi, o'rta hol. Mana shunaqalar tavsiya qilinadi. O'lchami mana hozir tashilyapti. Hech chiqmagan. Olyapti. Qarab olasizlar. Hamisha mana tay quruq mana azlar, tay quruq. Qup-quruq pokiza. Demak, bu quyon sog'lom. Demak, tay quruq ichib ketmaganda axlati ustiga tegmagan. Bunga tegmagan. O'shaning uchun shu narsalarga qarashligiga maslahat beramiz. Va quyonchilar aloqa qilasizlar bir-birlari bilan. Bir-birlariga hali borolmaylar, tavsiya qilmaymiz. Bir-birlariga borib, makon ko'z oriyati desa, birinchi borib ko'rib ikki qilishib, bu ustoshlar bunikiga kelib, bir-birlarini mana yuqtirishlari ham mumkin, viruslarni, kasallarini. Iloji boricha quyonchinikiga borgan bo'lsa, borib kelgandan keyin ustoshni aralashtirish shart, yuvdirish shart. O'sha kiyim bilan, o'sha oyoq kiyim bilan o'zining quyonxonasiga kirishi taqiqlanadi. Misol uchun men quyon ferma mini katta quyon ferma emas, lekin men hech kim kirgizmaydi ichkariga. Ho'p, u ham kasal olib kelmaydi aytaylar, quyonchi sherik. Lekin bilib bo'lmaydi, mavodini quyoni kasali bo'lsa, kelib qolishi mumkin yoki sizga kirishi mumkin shu inson. Ashlarga e'tiborli bo'lasizlar. Bu xasislik yoki pishiqlik kirmaydi, xushyorlik ketadi, xushyorlik. Buni atay boqyapsiz, shunda daromad qilaman deyapsiz, boringizni tikib, vaqtingizni ajratyapsiz. O'shaning uchun bag'ani ham e'tiborli qilib berish kerak. Bitta kasal yuqsa, yuqib ketadi hammasi ham. Shuncha quyon qirilib ketadi. O'shaning uchun pokizalik, xushyorlik kerak bularga avvalambor. Ki hamma quyonchilikka bora olmaylar. Bizdan boqinglar, internetda ko'ringlar, bo'ldi. Men bozorga chiqib turaman, bozorga chiqaman. Bozorga chiqqandan keyin albatta o'sha kiyimni yuvdirib, uni yaxshi spirtlab, keyin kiriladi quyonxonaga. Oson bas. Hamma mana ishda o'zgarishi qiyinchilik bo'lgan singari bunda ham bor. Xohlasa quyonchilik yaxshi kasb, tavsiya qilaman. Kunda o'zing go'sht yeysizlar. Buni go'shtini hamma ovqatga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Hamma ovqatga. Buni faqat bosma yoki pirojki sho'rva qilish kerak emas. Hamma ovqat. Uyda qanaqa ovqat? Sho'lami bugun? Ishlatavasizlar. Biz buni qanaqa ishlatamiz? Buni so'yib turib, ikkita qon so'yib, manufga qilib beraman, maydalab tayyor qilib. Kunlik ehtiyojimizga qarab olib ishlatishveradi. Ovqatga solishaveradi, suyuqqa, qo'yiqqa ketaveradi. Vaju, lag'mon vaju, ko'cha, maktaba, osh, sho'rva, cho'la zo'r aytadi. Shirin yumshoq bo'ladi. Hid xushi bo'lmaydi quyon go'shtini. Hozirda shular, yana xudolasa videolar qilib turamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashga davom etinglar, like bosinglar. Albatta fermamiz Farg'ona shahrida joylashgan, Mango quyon fermasi. Sog' bo'lasizlar.